Assalomu alaykum. Dam olish kunini yaxshi o'tkazyapsizlarmi? Men bolalarni turmay ketyapman, xudo xolasa. Ada boring qilib, kichkina qizim zo'rlab olib ketyaptilar. Omad tilab qo'yasizlar. Bitta choy pita qilib qo'yishdi. Gap yo'q ekan. Bolachalar maza qilishyapti. Masalan nima bo'ldi? Bitta. Qolaringki. Ha? Opam bilan ishlarsiz tushga botna bilan gapirdim. Voy, kelishib qoldingmi? Opa-singil bilan tushib qopti. Natijalar zo'r, xudo xolasa. Abidga osham berishyapti ishtirokchilarga. Olinglar, yoqimli ishlar. Nima bo'ldi? Botna tammi? Voy. Opa-singil tushib qoldilar. Voy. Bitdingmi? Aymalar. Opa-singil tushib qo'yibdi. Erkinova Muslima. Erkinova Jafar. Munosabati bilan o'zimizdan birinchi o'rnagan Erkinova Mina. Birinchi. Smart Chess turniri o'tkazishdi. Turnirlar tugadi. Lekin qaytyapmiz xudo xolasiga. Mana hammamiz chiroyli o'rinlar oldi. Xudo xolasa, Muslima.